O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Farruh aka, sizmisiz? Ha, Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Allohga shukr, rahmat. Boringizga shukr. O'zimni tanishtirib o'tsam akajon, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilmoqdaman. Ijozat bersangiz albatta birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsam maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi, rahmat. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad, Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat. Rahmat akajonim. Bizning loyihamizga siz uchun chiroyli tabrik va dilnomalar yetib kelgan. Taxminingiz bormi akajon? Qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Ikkita opacham bor, ota-onadir, bolalarim bo'lsa kerak, shu. Albatta, aynan kimligiga yaqin insonlaringiz, sizni qadrlovchi mehribonlaringiz juda ham ko'p, ammo biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan va sizga chiroyli dilnoma maktublarni yo'llagan insoningiz bor. Shu inson aynan kimligi taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Yordam bering. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasam barcha yaqinlaringiz nomidan sizni chin qalbi bilan opajoningiz Zilolaxon opa tabriklab qolar ekanlar. Salomat bo'lsin. Rahmat kattaga. Aytganingiz kelsin ilohim, oqibatingizga ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, Alloh umringizni uzoq qilsin. Va albatta ijozat bersangiz, opajoningizni sizga degan chiroyli maktublarini o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli ukam. Bugun sening baxtli va nurli kuning, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Shu qutlug' kunda senga bo'lgan mehrimni, faxrimni va duolarimni aytib o'tgim keldi. Sen doimo oilamizga tayanch, biz uchun eng ishonchli inson bo'lib kelding. Qiynalganimizda yelkama-yelka turding, quvonganimizda quvonchimizga quvonch qo'shding. Sening insoniyliging, keng diling, mehribonlik bilan har birimizga baxt ulashib kelyapsan. Boringga shukr. Ukam, hayoting doimo shodlikka, omodu barakaga to'la bo'lsin. Oldindagi har bir qadaming muvaffaqiyat, baxt va ezgu niyatlar bilan to'lsin. Xonadoning doimo farovon, qalbing xotirjam bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'raman va sen bilan faxrlanaman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin aziz ukajonim. Nimaki niyatlaring bo'lsa, Allohim barchasini ijobatini berishni Allohimdan so'rab qolaman. Baxtimizga hamisha sog' bo'lgin. Ukajonim, yiqilsam qo'limdan tutgan, yig'lasam meni yupatgan, meni jonidan ortiq suygan qalbdagi tog'im ukam, doim tirgagim bo'lgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, qo'limdan doim tutgan jigarbandim ukajonim, meni doimo o'ylagan, doim ko'nglimni ovutgan, do'stu dushmanni tanitgan mehribonim ukajonim. Sog'lik tilayman senga, senday aziz insonimga. Omon bo'lgin ukajonim deb qorki opajoningiz. Rahmat kattaga. Baxtimizga bor bo'lsin, sog' bo'lsin, ota-onamizni vaqtiga sog' bo'lsin, Allohim. Bola chaqasini huzurun ko'rsin. Rahmat. Rahmat kattaga. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Tabriklar yetkazganlarga. Rahmat. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Safarda ekansiz. Allohning panohida bo'ling. Hamisha safarlaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Va albatta chiroyli taronalarimiz opajoningizning iltimoslariga binoan siz uchun yangrab o'tadi akajon, qabul qilib olasiz. Rahmat. Oyni quchgim kelsa, narvonim bo'lib, og'ir yuklarimga karvonim bo'lib. Oyni quchgim kelsa, narvonim bo'lib, og'ir yuklarimga karvonim bo'lib. Yo'limni yo'qotsam sarbonim bo'lib, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam. Qadri osmonlarga teng
Akajon, yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohga omonatsiz, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat kattakon. Xo'p, bo'ladi.